Dorilarimizni yana sotuv narxi ham o'zgarishi mumkin. Ularni hujjatlarga kirib, narxlarni o'rnatishda qo'yishimiz ham mumkin. Bu yerda yangi hujjatni yaratamiz. Burasini tanlaymiz, saqlash. 2 marta bosib ichiga kiramiz. Va bitta yoki shtrix kodini urishimiz mumkin yoki tanlash bosib nomenklaturdan tanlab olishimiz mumkin. Shu yerda bizga faqatgina yangi narxni to'ldirish kerak. Qolganlari shart emas. O'tkazishni bosasiz va bizda yangi narxlar o'rnatildi.